Şef. Aka xafa bo'lmaysizlar. Akamni joyidan oldik. Noz otgan joylarida. Assalomu alaykum. Qayerda o'zing ashaddiy obunachilar. Xudo xohlasa. Andijon Buloqboshi Neftpron shahar. Ha, Neftpron shaharchasiga kelganmiz. Xudo xohlasa 15 talikni o'rnatib berganmiz. Yonish jarayonlari. Hozir bu Angren ko'mirimizda akamizga qasaq tavsiya qildik endi. Ertaga baraka ham qiladi. Xudo xohlasa topli pol ham yo'qlari bor. Topli polni hisobiga 2 dona batareykalar qo'ygan topli polaga. Cho'la qilib moslab berdik. 55 gradusga o'zimiz qo'yib sistemalarni ustalarimiz qilib ketishgan ekan. Apasnilargacha qo'yib, gurpalarigacha rashtiniy boklari, invertor o'sha 1 yil garantiyasi bor. Xo'p, listlar aytib o'tganimiz 4 lik 2 yil karta yo'lda o'ziga 1 yil miya. Xo'p, motorga 1 yil garantiya beramiz. Ustakamiz, Bag'amoz akamiz hisobda ishda ekan. Xalq xizmatida ekanlar. Choynak piyola, stol hamma yo'q o'zlari alaydan narsa berar ekanlar. Aka, nima deysiz? Ket yo'lga. Yo'q, gap so'z yo'q. O'zi chiroyli. Men effektini ko'rdim hozir. Hozir ma'qulmi? Ham gap yo'q. Ma'qul. Tavsiya qilasizmi aka, xudo xolasa? Qilaman hammaga. Alloh aka, Alloh rozi bo'lsin. Akamizni xonadon akamiz sopdilar. Halariga topli pol narsa qilib. Shularga mashinamiz. Topli pollari akamiz o'zlari yashaydigan ekanlar va tayyor ekan shu yashashga. Endi kelib ushlasalar ham akalar bilasizlar. Savol qilib ustakilarimiz montaj narsa qilishgan ekan. Xohlasa. Xo'p, shu joylari topli pol bilan hisoblaganda 100-120 kvadrat. Qilariga chiroyli qilib ustalar to'xtinglar o'zlaring olinglar dedilar. Azbizlargacha chiroyli qilib, o'rnadi sharkalarigacha. Hop, bezabashni qilib, endi bitta sklavat o'rab qo'yadilar. Bo'ldi. O'tga oling, anaqada tushirib oling cho'g'ini pastga. Keyin sal-sal suv. Ustamiz endi o'rgatyaptilar, svet mabodo o'chib qolsa deb. Chunki suvga sistema suv aylanmay qolgandan keyin katta dugur qilib yuboradi, ya'ni cho'chib qoladi. Bir odam cho'chiydi, cho'chimasligi. Ammo otmaydi. Otmaslikka javob. Iloji bo'lmay qolsa, saldatchimiz bor, otib yuboradi o'zi bariga chiqqanda, 3 bariga chiqqanda. Qora qizilga kelganda mana otib yuboramiz. O'zi bezabashnilargacha qo'yilgan. Datchikka qarab turish kerak. Datchik qorani suv to'ldirishi, suvga qarab durib u agar bosimlar ko'tarilayotganda o'sha suv aylanmayapti degani sistemada. Bu yangi chiroyli qilib qo'yilgan. Asosiy bo'ldi. Ayamasizlar. Ustamiz tushuntirib, hamma yo'llarni xudo xolasa tan joylaring sog' bo'lsin. Umid qoldiramiz.